Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Moskva shahridan mana Toshkent yo'nalishi bo'yicha avtobusimiz posадка jarayonlari yakunlanib boryapti aka-ukalar. Ekrandagi ishonchli nomerlarga telefon qila olasizlar. Moskva Toshkent haftada 3 marta Moskva Qoraqalpog'iston orqali Xorazm, Buxoro, Samarqand yo'nalishimiz ham bor. Haftada 3 marta u. Qolgan kunlari Toshkent har kuni 2 ta reys, 3 ta reys xudo xolasa. Yangilar haftasi reyslarimizni ko'paytirib yubordik. Ekrandagi ishonchli nomerlarga telefon qila olasizlar aka-ukalar. Avtobusimizning ichki holatlari, zaryadkalar bor. Havo yaxshi. Issiq emas, sovuq ham emas. Havo qanaqa? Temperaturasi yaxshimi? Yo sovuqmi? Ha? Normalniymi? Aka-ukalar tanlovda adashmanglar. Ekrandagi ishonchli nomerlarga telefon qila olasizlar.